ham jamiyatimizda umumyuzlik yuz berayotgan bizga nisbatan az bo'lmagan ba'zi xafalıqlarni keltirayotgan masalalarning birisi bu o'zaro mu'minlar birisi-birisiga nisbatan yaxshi qarashda bo'lish. Yaxshi qarashda bo'lish. Buning aksini boshqalarni yomon o'ylash. Ya'ni sen birovlardan, yani bu mu'min qarindishing o'zingninki. Atrofim birga yashagan odamlar, hammasi mu'min qarindoshlar birga o'tiramiz, qo'pimiz. Birovlardan hatto bir yaxshilik ko'rib qolsa-mu hatto. Maqranglar, yomon gumon qilishning darajasi shu darajadiki, birovlarning yaxshilik qilganini yomon o'ylaymiz. Birovlar mehmonga chaqirdi o'ysiga bizni. O'ysida yetarlik qiyinchilik bor. Ammo bizning hurmatimizni qilib, voy do'stlarim kelibdi, qarindoshlarim kelibdi, savoqdoshlarim kelibdi, yo ustozlarim kelibdi degandek bir ishidagi qizg'inlik bilan, mehr muhabbat bilan balkim oilasining necha kunlik yeydigan tamoq bo'lishi mumkin. Necha kunlik xaylaydigan xarajat bo'lishi mumkin. Sarf qilib seni esil kutib oldi. Sen aslında bu seni kutib olgan bu ziyofatga nisbatan xursand bo'lishing kerak sen unga. Duo qilishing kerak amaliyotda ishchingda. Ammo bizda yomon gumon qilish avjab ketgan bo'lganini deymiz. O'ylaymizda uni nerdan pul topganda men qo'y. Masalan-chi, unaqa. Yoki uning to'g'riliq bira bizga xushomad bo'lmadi. Yoki bo'lmasa bunda yurgan bilan uningmi u yerdan tepishlarga qo'shmamdi deydigan bir yaxshilikning natijasi yomon gumon bilan oxirlashish bo'lyotdi bizning jamiyatimizda. Ondan başqa yani muhim bir tarafi bazı kişilerimiz qo'shbislik ishlarni qiladi. Yani ehtimolli ishlar. Qarmoqqa bir tarafiga qarasa yomon gumon qiladigan, yana bir tarafiga qarasa yaxshi gumon qiladigan taraf. Yani ehtimolli bir ishlar bor. Bu ishlarga kelgan vaqtida biz mas'uliyatni ikki tarafga ortimiz, esingizda bo'lsin. Endi yomon gumon qilishning birlam yo'lliq tarafi bor. Zadi yomon gumon qilishdan boshqa yo'l yo'q. Zadi yomonlik tarafi bilan ko'rsatilgan bir ifoda bor, bir dalil bor bu yerda. Birisidan bir ishni ko'rdik. Buning hech o'ylab, yaxshi tarafini o'ylab yetammidik. Tamam? Yomon gumon qilsak shu vaqtida bo'ladi. Ammo uning tarafini sal turib so'zlaymiz, uning hal qilish chorasini. Yomon gumon qilib uni sesitib, chavosini chiqib bo'libmi bugungi kundagidek. Unda qilish islomda yo'l yo'q. O'zimizning gapiga kelaylik. Ya'ni mushtaq ishlarda mas'uliyat ikki tarafga ortiladi. Masalan, ba'zi ishlar bor, qo'shbislik ishlar. Yaxshilik tarafga ehtimoli bor, yomonlik tarafga. Bunday ishlarda cho'qim ash ishning egisi atrofidagilarga bayon qilish kerak yani. Masalani oydinlashtirish kerak. Masalan, deyli bir odam o'zining ayoli bilan birga mangdi, kezdi, aylandi. Tamasha qildi, masalan, nagasi bir bog'chilarning kezdi, masalan, uni tunuydi, ayol tunuydi, hech qanday masala chiqmaydi bu yerda. Bu yerda hech qanday bir yana bir ehtimolga o'rin yo'q. Mana bir pak-pakiz holat mana. Endi telefonda paranglashdim. Shunda ayoling kirsa, shaqqida telefonning ovozini itib olding, masalan yoki shunga o'xshagan bir shubhilik ishlarni qilding. Bu yerda sen shubhiga boshqalarning yomon gumon qilishiga o'rin qilib qo'ygan bo'lsa. Shu vaqtning o'zida sen atrofingdagilarga kim bo'lsa, mayli ayoling bo'lsin, qarindoshlaring bo'lsin, savoqdoshlaring bo'lsin, bayon qilib o'tishing kerak. Men paloni, men pukuni, menda ish uchun telefon qilib, mana shuni telefon qilyapmiz degan shaklda. Bo'lmaganida boshqalarni jinoyatga solgan bo'lsa, senmi shu jinoyatningki bir taraf bo'lsa. Endi biz yana gapimizni deb kelsak, bir ispatsiz, kuchlik ehtimolsiz boshqalarni yomon gumon qilish, boshqalarga yomon qarashda bo'lish og'ir darajada zulm. Ammo eng tayin kuchlik isbot bor. Masalan, bir yomon ishning yomon tarafi ko'rinib lam turdi. Men yomon yaxshi gumon qildim deb butunlay u ishga parvosiz qarashning o'zi soddilik. Masalaga bu qadar qarash kerak yani. Agar yomonlik ehtimoli faqat bo'lmaganida u degan pak-pakiz inson bo'ladi, biz u haqda yomon gumon qilganimiz og'ir darajada uningga qanday qilganlik, zulm qilganlik. Bu og'ir darajada zulm.
Masalan, bugungi kunda oilaliklar birisi-birisidan turib-turib gumon qiladi, masalan. Qarindoshlardan turib-turib hech qanday paket yo'q. Bu ig'ir darajada zulm. Ammo birovlaridan aniq masalalar ko'rinib qoldi. Ko'z paqirtib turdim deb dalil paketlar. Ya men nega yaxshi gumon qildim deb, u ishlar ko'z yumishning o'zi saddiliq. Umar radhiyallohu anhu'ningki bir gapi bor. Men yomon gumon qilibmi ketmayman mazmuni u gapninki. Yoki anda bek yaxshi gumon qildim deb aldinibmi ketmayman deydigan. Biz bu ikki nuqtaga alohida diqqat qilish kerak.